O'rningizdan turingizlar, sud kelyapti. Marhamat, o'tiringizlar. Sud majlisini ochiq deb e'lon qilaman. Bugun Surxondaryo viloyati ma'muriy sudi o'z sud binosida apellyatsiya instansiya sudlov hay'atida arizachi Eshmirzayev Umarjonning Qumqo'rg'on tumani Adliya bo'limi davlat xizmatlari markaziga yakka tartibdagi tadbirkorni davlat ro'yxatidan o'tkazishni rad etganligi haqidagi ma'muriy ish yuzasidan Termiz tumanlararo ma'muriy sudining 2025-yil 5-yanvardagi hal qiluv qaroriga nisbatan arizachi Eshmirzayev va uning vakili advokat Po'latovalar tomonidan keltirilgan apellyatsiya shikoyatini ma'muriy ish materiallari asosida berib chiqadi. Marhamat, sud majlisiga kimlar kelganligi haqida ma'lumot bering. Hurmatli sud hay'ati, bugungi sud majlisiga arizachi Eshmirzayev, uning vakili advokat Po'latova, javobgar Qumqo'rg'on tumani Adliya bo'limi boshlig'i Bozorboyev, Surxondaryo viloyati prokurori yordamchisi Mamadaminov ishtirok etmoqda. Sud majlisi davom etadi. Taraflarning shaxsini aniqlaymiz. Marhamat, arizachi o'zingizni tanishtiring. Men Eshmirzayev Umar, 2004-yilda tug'ilganman. Millatim o'zbek, ma'lumotim oliy. Hozirda vaqtincha ishsizman. Rahmat, marhamat, o'tirib olishingiz mumkin. Marhamat, javobgar o'zingizni tanishtiring. Men Bozorboyev Akbar, 2000-yilda tug'ilganman. Millatim o'zbek, ma'lumotim oliy. Qumqo'rg'on tumanida tug'ilganman. Hozirgi kunda Qumqo'rg'on tumani Adliya bo'limi boshlig'i bo'lib vazifasini bajarib kelmoqdaman. Rahmat, marhamat, o'tirib olishingiz mumkin. Mazkur hol-matnlar sudya yordamchisi Alla Berdiyeva, taraflardan arizachining vakili Femida advokatlar byurosi advokati Po'latova hamda Surxondaryo viloyati prokurorining o'rinbosari Mamadaminov ishtirokida ko'rib chiqiladi. Sud tarkibi va sudda ishtirok etuvchilar shaxsiga nisbatan e'tirozlar mavjudmi? Sud tarkibiga e'tirozlar bo'lmasa, taraflarning huquq va majburiyatlarini tushuntirib o'taman. Ma'muriy ish yuritish kodeksining 39-moddasiga ko'ra, taraflar sudda ishtirok etish, sud hay'atiga dalillar taqdim etish, sud tarkibiga nisbatan e'tirozlar bildirish, sudning chiqargan hal qiluv qaroridan norozilik bo'lsa, yuqori sudlarga shikoyat qilish huquqlariga ega. Huquqlar tushunarlimi? Tushunarli. Sud taftishi boshlangunga qadar taraflarda iltimosnomalar mavjudmi? Iltimosnomalar mavjud bo'lmasa, arizachi Eshmirzayevning apellyatsiya shikoyatini o'qib eshittiraman. Arizachi Eshmirzayev Umarjon Termiz tumanlararo ma'muriy sudining 2025-yil 5-yanvardagi hal qiluv qaroriga nisbatan apellyatsiya shikoyati bildirib, unda yakka tartibdagi tadbirkorni davlat ro'yxatidan o'tkazish haqidagi talabi birinchi instansiya sudi tomonidan atroflicha o'rganilmasdan rad etilganligi, shu sababli hal qiluv qarorini bekor qilish hamda yakka tartibdagi tadbirkorni davlat ro'yxatidan o'tkazish bo'yicha yangi hal qiluv qarori qabul qilish arz talabi bilan murojaat qilgan. Arizachi, arz talabingizni qo'llab-quvvatlaysizmi? Arizani qo'llab-quvvatlayman. Marhamat, o'tirib olishingiz. Javobgar, arizachining arz talabini qabul qilasizmi yoki kelishuv bitimini tuzish imkoniyati mavjudmi? Arz talabini qo'llab-quvvatlamayman. Hozirgi kunda kelishuv bitimining imkoniyati yo'q. Marhamat, o'tirib olishingiz. Sud taftishiga o'tadi. Marhamat, tushuntirish berish uchun so'z navbati arizachiga. Men 2024-yilning 20-dekabrda Qumqo'rg'on davlat xizmatlar markaziga savdo faoliyati bo'yicha yatsitadan ro'yxatdan o'tkazib berishni so'rab murojaat etdim. Ammo davlat xizmatlar markazi men qurgan binoning 2 qavatli emasligi, ko'rkam emasligi va yo'l bo'yida joylashmaganligini asos qilib arizamni rad etdi. Birinchi instansiya sudda ham sudya ish holatlarini to'liq tekshirmay o'sha hal qarorini chiqardi va apellyatsiya shikoyati bilan murojaat etdim. Rahmat. Marhamat, o'tirib olishingiz. Hali advokat gapirgandan keyin savol so'raymanmi? Marhamat, vakil. Hurmatli sud hay'ati, bugungi bo'lib o'tayotgan majlisda men fuqaro Eshmirzayev Umarning vakili sifatida qatnashyapman. Biz birinchi instansiya sudining hal qiluv qarori bo'yicha Eshmirzayev menga qonuniy vakili sifatida qatnashishimni so'rab murojaat etdi va biz ish materiallarini ko'rib chiqqan holda shu xulosaga keldikki, ma'lumki birinchi instansiya sudi tomonidan chiqarilgan hal qiluv qarori qonuniylik va adolat tamoyillariga mos kelmaydi.
Chunki ish materiallari yetarlicha o'rganilmagan va asosli dalillar e'tiborga olinmagan hamda noto'g'ri huquqiy xulosa chiqarilgan. Shuni ta'kidlashimiz kerakki, birinchidan, fuqaro Eshmirzayev yakka tartibdagi tadbirkor sifatida davlat ro'yxatidan o'tish uchun barcha qonun talablarini bajargan hamda tegishli hujjatlarni taqdim etgan. Ammo Davlat xizmatlari markazining mutasaddilari tomonidan berilgan hujjatlarga qaramasdan davlat ro'yxatidan o'tkazish rad etilgan. Ikkinchidan, O'zbekiston Respublikasining 2012 yil 29 fevralda qabul qilingan tadbirkorlar faoliyatining erkinligi to'g'risidagi qonunning 13-moddasiga ko'ra, davlat ro'yxatidan o'tkazishdan asosli sababsiz bosh tortish noqonuniy hisoblanadi. Biz yuqoridagilardan kelib chiqqan holda birinchi instansiya sudining hal qiluvchi qarorini bekor qilishingizni hamda arizachining arz talabini qanoatlantirishingizni so'raymiz. Rahmat. Marhamat, taraflarda arizachining tushuntirishlariga nisbatan savollar mavjudmi? Menda mavjud. Marhamat. Arizachi, ya'ni tadbirkorlik faoliyatini olib boradigan joyingiz aniq qayerda joylashganligi haqida to'liqroq ma'lumot bera olasizmi? O'sha qurilgan bino Qumqo'rg'on tumani Qorovul mahallasida joylashgan. Tushunarli. Ushbu savolim. Menda savolim. Marhamat, prokuror. Savdo bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan do'koningizda asosan nimaga asoslashgan, nima bilan savdo qilmoqchisiz? Asosan qishloq xo'jalik mahsulotlari, ya'ni poliz, mahsulotlar, sabzavotlar, mevalar va oziq-ovqat mahsulotlarini sotishga mo'ljallangan. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini o'zimizning fermer xo'jaligimizdan yetishtirib, xalqimizga yetkazib beramiz. Oziq-ovqat mahsulotlarini esa o'zimizga yaqin tumanlar, Denov, Sho'chidan olib sotamiz. O'sha siz oziq-ovqat mahsulotlarini olib ketgan paytingizda, ya'ni do'koningizda siz joyingizdan kim yurtib turadi? Biron kim bormi? Yurtib turganmi? Ha, undan tashqari men o'zimizda qishlog'imizda yana bir ishchi o'rin yaratganman do'konimizda. Men yo'q payti u ish faoliyatini davom ettiraman. Hozir savdo. Marhamat, o'tirib olishlaringiz mumkin. Marhamat, javobgar, arizachining bergan tushuntirishlariga nisbatan sizni tushuntirishlaringizni eshitamiz. Hurmatli sud hay'ati, Eshmirzayev Umar 2024 yil 24 dekabrda Davlat xizmatlar markaziga murojaat qilgan. Yattita maqsadda ro'yxatdan o'tkazish haqida murojaat qilgan. Murojaatini o'rganib chiqilib, bino ko'rkam emasligi, bino qulay joyda joylashmaganligi, talablarga javob bermaganligi sababli rad etilgan. Shuningdek, birinchi instansiya sudida hal qiluvchi qarori qonuniy ko'rib chiqilganligi, birinchi instansiya sudi hal qiluvchi qarori o'z kuchida qoldirishingizni so'rayman. Rahmat, marhamat, o'tirib olishingiz mumkin. Sud taftishi bo'yicha taraflarda qo'shimcha dalillar mavjudmi? Hurmatli sud hay'ati, bizda qo'shimcha hujjatlar mavjud. Bu fuqaro Eshmirzayevning tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish borasidagi kadastr hujjatlari hamda Qorovon mahallasi jamoat tartibi savdo faoliyati bilan faoliyatini amalga oshirish to'g'risida jamoat talabi bilan chiqqan. Shu xususida bizda hujjatlar mavjud. Rahmat, marhamat, o'tirishingiz mumkin. Sud muzokarasiga o'tadi. Muzokara so'zi arizachiga. Marhamat, Eshmirzayev. Arizani qanoatlantirishingizni so'rayman. Rahmat, marhamat, o'tirib olishingiz mumkin. Marhamat, vakil. Hurmatli sud hay'ati, bu sud majlisida vakil sifatida muzokara so'zim shundan iboratki, Davlat xizmatlari markazi fuqaro Eshmirzayevning tadbirkorlik sifatida davlat ro'yxatidan o'tishiga to'sqinlik qilish uchun yetarli asosga ega emas. Xususan, markaz tadbirkor tomonidan foydalaniladigan bino 2 qavatli emasligi va yo'l bo'yida joylashmaganligi kabi asossiz vajlarni ilgari surmoqda. Shuni alohida qayd etish kerakki, amaldagi qonun hujjatlarida tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun bino yoki joylashuvga nisbatan bunday talablar qo'yilmagan. Endi Davlat xizmatlari markazining bu kabi vajlari O'zbekiston Respublikasining 2012 yil 29 yilda qabul qilingan qonunining 18-moddasiga zid keladi va bu bo'yicha har qanday tadbirkorlik subyekti qonunchilik talablariga muvofiq holda faoliyat olib borish huquqiga ega bo'lib, bu huquq asossiz cheklanishi mumkin emas. Shu sababli biz birinchi instansiya sudining hal qiluvchi qarorini bekor qilishni hamda fuqaro Eshmirzayevning arz talabini qanoatlantirish to'g'risidagi yangi hal qiluvchi qarorini e'lon qilishingizni so'raymiz.
Hurmatli sud hay'ati shuni ham e'tirof etish kerakki, ushbu ishni xolisona va adolatli ko'rishingizni hamda tadbirkorlik huquqlarini buzilishini oldini olishingizni so'raymiz. Rahmat. Marhamat, doktor Boysunov. Rahmat. Marhamat, javobgar Bozorboyev, muzokara so'z navbati sizga. Yuqorida aytib o'tilganimdek, birinchi instansiya sudi hal qilib qarori o'z kuchida qoldirishingizni so'rayman. Rahmat. Marhamat, doktor Boysunov mumkin. Marhamat, xulosa uchun so'z navbati prokurorga beriladi. Hurmatli sud hay'ati, demak, arizachi Eshmirzayev Umarjonning Qumqo'rg'on tuman adliya bo'lim davlat xizmatlari markazidan norozi bo'lib yo'llagan murojaati Termiz tumanlararo ma'muriy sudi tomonidan asossiz ravishda qanoatlantirilmaganligi va uning chiqargan hal qiluv qaroridan norozi bo'lib qilgan shikoyati yuqoridagi dalillarga va shuningdek muhtaram prezidentimizning 2021-20 apreldagi 6208 sonli yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va bandligiga ko'maklashish, ularni ijtimoiy himoya qilish hamda bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida farmoniga asosan 2025-yil 5-yanvardagi Termiz tumanlararo ma'muriy sudining hal qiluv qarorini bekor qilib, arizachining arz talabini qanoatlantirishingizni va yakka tartibda tadbirkorlik faoliyatini davlat ro'yxatidan o'tkazishni Qumqo'rg'on tumani adliya davlat xizmatlari markazi zimmasiga yuklash haqida yangi hal qiluv qarori chiqarishingizni so'rayman. Rahmat. Sud muzokarasi yakunlandi. Sud maslahat uyiga kiradi. O'rningizdan turingizlar. O'rningizdan turingizlar, sud kelyapti. Surxondaryo viloyati ma'muriy sudlov hay'atining apellyatsiya instansiyasi ajrimi 2025-yil 20 fevral Termiz shahri Surxondaryo viloyati Termiz tumanlararo ma'muriy sudi apellyatsiya instansiyasi sudlov hay'ati raisi o'rinbosari Alisherova, shu sud sudyalari Xolmatov va Hakimovlar, sudya yordamchisi Aldaberdiyeva kotibligida Surxondaryo viloyati prokurorining yordamchisi Mamadometov ishtirokida arizachi Eshmirzayev Umarjonning javobgar Qumqo'rg'on tumani adliya bo'limi davlat xizmatlari markaziga nisbatan arizasini apellyatsiya instansiyasi ochiq sud majlisida ko'rib chiqib, quyidagilarni aniqladi. Yuqorida bayon etilganlarga nisbatan kelib chiqib O'zbekiston Respublikasi ma'muriy sud ish yuritish to'g'risidagi kodeksining 219 va 220 moddalarini qo'llab sud ajrim qiladi. Arizachi Umarjon Eshmirzayevning Surxondaryo viloyati Termiz tumanlararo ma'muriy sudiga bergan arizasi bo'yicha 2025-yil 5-yanvardagi yakka tartibdagi tadbirkorni davlat ro'yxatidan o'tkazishni rad etish to'g'risidagi chiqargan hal qiluv qarori bekor qilinsin. Arizachi Eshmirzayev Umarjonning Qumqo'rg'on tumani adliya bo'limi davlat xizmatlari markaziga yakka tartibdagi tadbirkorni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risidagi arizasi qabul qilinsin va buning ijrosi Qumqo'rg'on tumani adliya bo'limi davlat xizmatlari markazi zimmasiga yuklatilsin. Arizachi tomonidan arizani berishdagi davlat boji va pochta xarajatlari javobgar taraf Qumqo'rg'on tumani adliya bo'limi davlat xizmatlari markazi tomonidan undirilsin. Mazkur ajrim ustidan shikoyat berilishi, protest keltirilishi mumkin. Sud majlisini yopiq deb e'lon qilamiz.